Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Grizzly Dilisi. Xo'p do'stlar, bugun Lewandowski hamda Xavechani full qilamiz. Birinchi Lewandowskini tepasini ozroq ko'tarib olamiz. Keyin Xavechani ham o'rtada qo'shib yuboramiz, chunki Xavechani tepasidan 400 chiqarib qo'ymasligimiz kerak, shotga ham yutishimiz kerak. Xo'p, fitness ikkitalik bosamiz bunga. Qancha tez qilsak, shuncha yaxshi tepasini 400 chiqarib olamiz birinchi Lewandowskining tepasidan. 100 bo'ldi. Stirisi. Endi Xavechani qo'shamiz. Sotamiz. Ikkalasini endi Xavechani tezlanishda ko'tarasam bo'ldi degan shotga yurib oladim. Yaxshi. Xavecha Stanisga yetmaslik kerak. Pravda shu shotga tushdi biroq. U yana va Stanisga yetib qolyapti. Spetlarni ko'tarib olishim kerak. U yana uxdi. Yaxshi tushyapti. Lekin Xavecha shtukda bu Xavechani gol qilish qiyin. O'tda ham qiyin. Lewandowskiga ikkitagina qoldi. Xavecha olyapti. Devaga ishlatishsa pastga tushib borardik. Xavecha ishlatdi. O'qroq ham tushmoqda. Devaga yetishmaydi. Sandaksiz. Dalik offside o'rganim uchun videoni tezlashtirdim, chunki faqat Xavecha yetishib qoldi. Keyin go'yo Lewandowskining tezligi 99 bo'ldi-yu, o'sha qaranglar hozir bug bo'lib qoldi. 99 bo'lgandan keyin ham 2+ tushib qoldi. Nima qoldi? Qaranglar, go'yo 99 edi, yana 2+ tushmoqda. Bilmadim. Endi muhim joyga yetib keldik. 3 talik kelamiz. Lewandowskining shotini yaxshiroq qilishimiz kerak. Tushmay qolsa ketdik. Chotki shot 98 bo'ldi. To'g'ri. Xavechaning o'zi qolyapti. 3+ tushdi. Bu juda ham zo'r bo'ldi. Xavecha 90 bo'ldi. Fitness'ini texnika. Ketdik texnikaga. O shotga tushdi Chotki. Yana bir marta. Keraksiz narsalarga tushmoqda. Stressga yetib qoldi. Tezlikka tushish kerak. Chotki. Fitness. Tezlik shu yaxshi. Yomonroq texnika. Full qo'ydi. Videoga like va obuna bosib qo'yasiz degan umiddaman. Videoni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat.